Bu dersimizden izler. Obyektga yo'naltirilgan Java dasturlash tilini boshlaymiz. Ya'ni bugundan boshlab obyektga yo'naltirilgan qismlarni ko'rishga boshlaymiz. Ya'ni bugundan oldingi darslarning barchasi Java dasturlash tilidagi asosiy qismlardir. Ya'ni boshqa kodlarni yozish uchun kerakli bo'ladigan eng asosiy qismlarni sifatida ko'rishimiz mumkin. Endi esa darslarimizni biroz kuchlantiramiz. Ya'ni Java dasturlash tilining asosiy xususiyatlaridan biri hisoblangan obyektga yo'naltirilgan Java dasturlash tilini ko'rishni boshlaymiz. Java dasturlashining asosan ikki qismi bor o'zi. Ya'ni kod yozishda asosiy ikki qism bor hisoblanadi. Birinchisi sinflar, ikkinchisi obyektlar hisoblanadi. Java dasturlash tilida barcha kodlarimiz bir sinf ichkarisida yoziladi azizlar. Bugungi mavzumiz sinflar, ya'ni Java dasturlashidagi asosiy qismlardan biri hisoblangan sinflar. Ya'ni barcha kodlarimiz aslida sinflar ichida yoziladi Java dasturlash tilida. Ya'ni sinflarsiz kod yoza olmaymiz aslida Java dasturlash tilida. Shuni kabi deyishimiz mumkin. Sinflar nima degan savolga javob beradigan bo'lsak agar sinflar aslida ma'lumotlarni birma-bir o'zgaruvchilarga saqlamasdan bir-biriga aloqali bo'lgan ma'lumotlarni bir joyga to'plagan holatda bir ma'lumot sifatida tanitish va erishish uchun foydalaniladi. Ya'ni shunday degani, bir nechta o'zgaruvchilarimiz, bir-biriga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilarimiz bir sinf ichida yoziladi va u sinf, misol uchun sinf ichida yozganimizdan keyin u sinfga bir ism beramiz va u sinfni ismi bizga aslida bir o'zgaruvchiga aylangan bo'ladi va o'zgaruvchi sifatida foydalanishimiz mumkin u sinfni. Ya'ni misol uchun bir o'qituvchi darsga qatnashayotgan o'quvchilarni ma'lumotlarni saqlamoqchi bo'lganda bizni dasturimizda har bir foydalanuvchi uchun, agar misol uchun sinf bo'lmaganda, har bir ism uchun bitta nima deydi, o'zgaruvchi ochib ismini yozardi yoki familiya ismida bir o'zgaruvchi ochib yozardi yoki umuman listlardan foydalanardi. Shuning kabi ishlar bajarish kerak bo'lib qoladi va har bir nima deydi, o'quvchi uchun alohida bularni bajarishga to'g'ri kelib qoladi. Bu aslida nima deydi, buyuk dasturlar bilan ishlayotganimizda bizga juda noqulaylik va tartibsiz kodlarni yozishimizga sabab bo'ladi. Chunki misol uchun bizning katta loyihamiz bor. Misol uchun kodlarimiz 1000 satrdan ko'proq yoki 10 000, 15 000 satrdan ko'p bo'lganda misol uchun, u yerda buning kabi ishlar juda noqulay va tartibsiz bo'ladi. Ya'ni qilinlik darajasi 0 ga teng bo'lib qoladi. Buni oldini olish uchun Java dasturlash tili yoki boshqa dasturlash tillarida sinflar mavjud. Sinflar o'sha bizning kodlarimizni boshqa fayllarda yozishimizga va keyin boshqa fayllarga yozib, bir nechta o'zgaruvchi, bir-biriga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilarni bir joyga to'plab, ularni boshqa bir o'zgaruvchiga aylantirish kabi ishlarga yordam beradi. Misol uchun shu yerda bir misol berganmiz. Bir foydalanuvchining ma'lumotlarini saqlay olishimiz uchun foydalanuvchining ismini, familiyasini, yoshini, jinsini kabi ma'lumotlarni biz kerak bo'ladi bizga. Bularni har birini birma-bir o'zgaruvchi saqlash o'rniga deyapti, foydalanuvchi nomi bilan bir sinf tayyorlab, foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni bu yerda guruhlay olamiz. Ya'ni bu yerdan chiqargan narsamiz shu. Ya'ni bir nechta o'zgarish turlarini guruhlab, unga bir ism berishimizga biz sinf deymiz Java dasturlash tilida. Hozir buni kodlar bilan ko'rganimizda yanada osonroq bo'ladi. Misol uchun IntelliJ'mizni ochamiz. IntelliJ'mizni ochdik. Bu yerda misol uchun qarang, butun kodlarimiz aslida sinflar ichida yoziladi dedik az avval. Misol uchun hattoki main kodimizni yozish uchun ham bir dona sinfga ehtiyojimiz bo'lgan. Qarasangiz shu yerda. Misol uchun shu yerda class degani sinf degani, main bu sinfimizning ismi, public bu sinfning darajasi. Buni public joyida boshqa kalit so'zlar ham bo'lishi mumkin. Ularni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Bugungi darsning mavzusi emas u. O'shaning uchun hozircha public sifatida ko'rishlaring mumkin. Public class main, ya'ni butun joydan erisha oladi. Bu bir sinf, ismi da main deyapti misol uchun. Shu yerdagi sinf ismi bilan fayl ismi bir xil bo'lishi kerak. O'zi biz Java dasturlashda yangi bir fayl ochganimizda, Java fayli ochganimizda avtomatik bizga bir dona sinf beradi. Chunki har doim biz kodlarimizda sinf ichkarisida yozamiz degandik. Buning kabi. Misol uchun yangi bir fayl ochamiz va o'quvchilarni tutadigan bir klass tutmoqchi bo'lsak, hozir misol uchun yangi bir fayl ochdik. Bu yerdan
o'quvchilar. Faylimizga ism berdik. O'quvchilar class. Misol uchun berdik. Faylimiz ochildi. Qarang, ochganimiz o'zi public dedi, class dedi, o'quvchilar shu buni ismini shu yerga yozdi va parantezimiz, ya'ni qauslarimizni qo'ydi. Sistema qauslarimiz o'zi qo'ydi bu yerga. Bu nima degani? Ya'ni o'zi avtomatik shaklda har narsani tayyor keldi. Ya'ni sen kodlaringni bu ichkarisida yozasan. Bu yerda tayyor bir sinf ochildi. Shu class ko'rdinglarmi? Demak, bu bir sinf fayli sifatida tushunishlaring mumkin. Misol uchun o'quvchilarni tutadigan bir sinf bo'ladi dedik. O'quvchilarning qanaqa ma'lumotlari bo'ladi? Ismi, familiyasi, o'quvchi nomeri va sinfi deylik misol uchun. Buni har bir o'zgaruvchisi bor. Birinchi ismini tutish uchun string turidagi o'zgaruvchidan foydalanardik. String nima deymiz? String ism virgul qo'ydik. Keldik yana bitta string familiya muhim virgulimizni qo'ydik. Keyin yana qanday ma'lumotlarni tutardik? Buni keyin nomeri dedik. Ya'ni o'quvchilik nomeri, ya'ni talaba nomeri dedik yoki o'quvchi nomeri. O'quvchi nomeri kerak, u int bo'ladi, chunki bir raqam tutamiz. Int va nomer nuqta virgulimizni qo'yamiz. Keyin yana sinfini tutadigan bo'ldik. Nechinchi sinf bo'ladi? Raqam 1, 2, 3. Bu ham bir raqam bo'lganligi uchun int bilan tutishimiz mumkin buni. Int sinf sifatida yozdik va nuqta virgulimizni qo'ydik. Misol uchun bu yerda nima bo'ldi? Sinfimiz ichkarisida aslida 4 dona o'zgaruvchini bir sinf ichkarisida to'plab va ularga bir nom berdik. Qachon biz o'quvchilarni chaqirganimizda boshqa joydan biz bularni bemalol to'ldirib berishimiz mumkin. Mana buni qanday qilamiz? Shu shaklda buni saqlab mainga o'tamiz. Mainda misol uchun o'quvchilarni chaqirmoqchi bo'lsak, qanday chaqiramiz? Aslida bu bir obyekt sifatida ham ko'rinishi mumkin. Buni chaqirishda shu yerga chaqirmoqchi bo'lganimizda shu shaklda chaqiramiz. Bu az avval aytdikki, bir o'zgaruvchi turiga aylanadi. Sinf aslida misol uchun array list mavzusini tushuntirayotganimda eslasalaring, integer primitiv o'zgarish turi haqida gapirgandim. Bu ham aslida bir sinf degandim. Xuddi shunga o'xshash sinf va uni ichida ham shunday ma'lumotlar bor va uni sinfni ismi integer aslida. Bu sifatda tushunishlari mumkin. Bu ham bir sinf. Bu ham bir o'zgarish turi. Ya'ni har bir sinf bir o'zgaruvchi sifatida ham tushunsalaring bo'ladi. Keldik shu yerga. Buni biz bu yerda chaqirmoqchimiz. Qarang. Ikki faylni bir-biriga bog'layapmiz. Bu shaklda, ya'ni fayllar, kodlarimiz boshqa fayllarga ayirib yozganimizda kodlarimiz clean bo'ladi va o'qinish, tushunarlilik, tartiblilik darajasi yuksak bo'ladi. O'shaning uchun biz ayirib yozishga harakat qilganimiz yaxshi. Qancha ko'p ayirsak, shunchada ko'p clean bo'ladi. Ya'ni kodni ayirishimiz kerak ekan deb hammasini ayirish ham noto'g'ri. Kerakli joylarda ayirganimiz yaxshi. Misol uchun o'quvchini chaqiramiz dedik. O'zgaruvchilar har doim birinchi yozilardi. Bizni o'zgaruvchimiz bu. Ya'ni bu ism bizning o'zgaruvchi turimiz ortdi. O'quvchilar new o'quvchilar sifatida ochdik. Misol uchun. Ochganimizda nima bo'ldi? Qarang. Ya'ni bir ochildi. O'quvchilar dedik, o'zgarish turi, ism berdik bu o'zgaruvchimizga va new o'quvchilar qildik. Bu new o'quvchilar qilganimiz bu bir obyekt. Java dasturlashda yangi bir obyektni ochish uchun new kalit so'zi va obyektni ismi va shu shaklda qauslarimizni qo'yib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu aslida bir xotiradan obyekt ochadi. Shu xotiramiz bo'ladigan bo'lsa, borib o'quvchilar ismida obyekt ochib uni joylaydi. Xuddi bu o'zgaruvchilar kabi. O'zgaruvchilarda ham xuddi shunaqa edi. Misol uchun shunday int nomer deganimizda xotiradan borib nomer ismini bir katak chalardi bu. Bu ham xuddi shunday. Lekin bu obyekt bo'lganligi uchun shu new va o'quvchilarni qo'yib qo'yishimiz shart. Ya'ni bir obyekt sifatida ko'rilishi uchun. Keldik misol uchun. O'quvchilar ismini tutadi dedik. Keldik misol uchun qarang. Birinchi o'quvchini ismini kiritmoqchi bo'lsak, misol uchun o'quvchilar dedik. Hatto shuni o'quvchi deylik, sizlarga tushunarli bo'ladi. O'quvchi yozdik. Qarang. Shu yerga kelamiz. O'quvchi yozib nuqta qo'yganimizda qarang, nomer, familiya, ism, sinf keldi. Qarang, ism, familiya, nomer, sinf.
Misol uchun ism, familiya, nomer, sinf keldi. Xuddi shu yerdagilar. Keldik misol uchun birinchi nimasini kiramiz? Nomerini kiramiz. Studentni, ya'ni o'quvchi nomerini kiramiz. O'quvchi nomeri qanaqa bo'lsin? 1 2 3 4 5 birinchi o'quvchimiz nomeri. Qarang, o'quvchini sinfi birinchi sinf bo'lsin. Ismini kiramiz. Shu yerga misol uchun qarang. O'quvchi shu ismni yozyapmiz. Shu o'zgaruvchimiz ismi nuqta qo'yamiz. Keladi bizni barcha o'zgaruvchilarimiz. Shu familiyasi deb. Familiyasi qanaqa bo'ladi? Hatto birinchi o'quvchi o'zim bo'lay. Misol uchun Turazokov. Misol uchun nuqta virgulimizni qo'yamiz. Yana pastki qatorga tushib, oxirgi ismini ham berishimiz kerak edi. O'quvchi nuqta ism qo'ydik misol uchun. Ism barobar bu string turida saqlardi bular. Shuni ham shu yerdan ochib qo'yay. String turida saqlardi. Bu yerga ham ismini kiramiz. Davronbek sifatida yozdik misol uchun. Qarang. Bu o'quvchini yozdi. Buni ekranga yozgizmoqchi bo'lsak, misol uchun shu shaklda yozaylik. Sout. Qarang, hozir to'g'ridan to'g'ri o'quvchi ekranga yozgizsam agar, shuni o'quvchini yozgizsam, shuni ekranga nima yozadi? O'zi hozir oldingi darslardan ham kelib chiqib, ko'p kishi buni taxmin qilgandi. Bu aslida bizga xotirani qayerda, ya'ni bizda ramimizdagi xotirani adresini bizning ekranimizga berdi. Bu shaklda misol uchun xotirani berdi. Biz misol uchun ismini, nomerini kabi narsalarni yozgizmoqchi bo'lsak, shu yerga yana nuqta qo'yamiz. Nimani yozgizmoqchi bo'lsak, o'shani tanlab qo'ysak, bu o'quvchi ism. Yozganimizda bu o'quvchini ismini yozadi. Hozir misol uchun bir dona o'quvchi kiritdik biz bu yerga. Ikkinchi o'qituvchini kirityapti. O'quvchini kiritadi o'qituvchi. Unda nima qiladi? Yana xuddi shunday misol uchun shu yerda qarang, ochib o'quvchi 2 yozib keladi shu yerga. O'quvchi 2 nuqta nomer kabi misol uchun har bir ma'lumotni kiraveradi. Nomer tamam, bu tushamiz. 2 sinf ber dedi misol uchun. O'quvchi familiya misol uchun bu yerda to'ldiramiz. Ism Davronbek keldi. Bularni biroz o'zgartiray. Shu Abdullayev bo'lsin. Ismi Mustafa. Student nomeri ham shu yer 6 bo'lsin, sinfi 2 bo'lsin. Misol uchun. 2 ya shu 2 dedimmi? 2. Qarang. Ya'ni ikkinchi o'quvchini ham bu yerda kiritdi. Ekranga istaganini yozgizishi mumkin. Shu yerdan misol uchun qarang. Istasa o'quvchi shu yerga misol uchun o'quvchi 2 qilib qo'yib, nuqta qo'yib ism qilganda ikkinchi o'qituvchining ismini o'quvchining ismini yozardik. Ya'ni bu yerda aslida biz shu yerda to'plab olyapmiz bularni. Shu shaklda va bu yerda ham yozib, o'sha ma'lumotlarni yozib, o'quvchilar bu shaklda kiritib olishimiz oson bo'lyapti. Sifatda. Keyingi darslarda misol uchun obyektlar, poliformizm kabi narsalarni ko'rganimizdan keyin bu kabi yozilmaydi aslida. Bular ham biroz boshqacha yoziladi. Yanada takomillashtirib yoziladi. Aslida bu sinflarni tushunishlaring uchun bu shaklda yozdim men. Yani bu şekilde o'quvchilarni yoki boshqa ma'lumotlarni saqlab, yozib ketib davom etishimiz mumkin. Bu ancha ham bizning kodimizni tushunarli va clean bo'lishiga yordam beradi azizlar. Misol uchun boshqa bir joyda o'quvchilarni saqlayapmiz va main ichida bu kodlarni yozib bemalol davom ettirishimiz mumkin bo'lyapti. Istagan joyimiz misol uchun o'quvchi, birinchi o'quvchini, ikkinchi o'quvchi, uchinchi o'quvchini ismini chaqirib, nomerini chaqirib, nima kerak bo'lganda uni ma'lumotiga erisha olyapmiz. Bu biz sinflar bilan qilyapmiz. Ya'ni sinflarni az avval biz ochiqlamasini ham ko'rgandik. Ya'ni shu yerda misol uchun aytdik. Sinflar aslida ma'lumotni birma-bir o'zgaruvchilar saqlamasdan bir-biriga aloqali bo'lgan ma'lumotlarni bir joyga to'plagan holda bir ma'lumot sifatida tanitish uchun foydalaniladi. Ya'ni misol uchun bir-biriga bog'liq, ya'ni bir o'quvchini ismi, familiyasi, nomeri kabi ma'lumotlarni saqlayapmiz va uni o'quvchilar turida bir ism berib o'quvchilar bilan bemalol ishlata olyapmiz. Bularga biz metod ham deyishimiz mumkin. Shu nuqta qo'yib chaqiradigan narsalarimiz barchasi aslida bir metod. Buni ham unutmaylik.
Nuqta yozib, misol uchun sinf yozibmizmi? Demak, bu yerda sinf bir metod sifatida ko'rilishi mumkin. Sinf, shu yerga ochiqlama ham yozaman. Sinf bir metoddir. Ko'rishlaring mumkin. Java dasturlashtirishda sinflar bu shaklda azizlar. Bunga aloqali batafsil ma'lumotlarni kitobdan ham o'qib olishlaring mumkin yoki o'zimni veb saytimda kurslar qismiga o'tib sinflarni shu misol uchun OOPdan sinflarni ochib bu yerdan ham o'qib o'rganishlaring mumkin. Bu yerda ham aslida misollar berib qo'yganmiz. Aslida nima ekanligi, qanaqaligi haqida barchasi ma'lumoti bor. Bu yerdan ham ko'rib o'rganib olsalaring bo'ladi azizlar. Darsimizni bu yerda to'xtatamiz azizlar. Keyingi darsda ko'rishguncha